Yomg'irli Edmontonda bo'lib o'tgan Jahon chempionatida Kanada O'zbekiston ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Kanadaning Edmonton shahrida bo'lib o'tgan Jahon chempionati bahslarida O'zbekiston ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Kanada ikkinchi bo'limda gol urdi va O'zbekistonni Jahon chempionati oldidan o'rtoqlik uchrashuvida qabul qildi. Jahon chempionati oldidan o'rtoqlik o'yinida O'zbekiston bilan Kanada ikkinchi bo'limda gol urdi. Flash Tore Chom. Kanada O'zbekistonni mag'lub etdi va Jahon chempionati 2026 ga tayyorgarlikni kuchaytirdi. Diaroas. Kanada O'zbekistonni mag'lub etdi va Jahon chempionati 2026 ga tayyorgarlikni kuchaytirdi. Diaroas. Kanada Jahon chempionatida O'zbekistonga bo'lgan ishonchni oshirdi. Musocher Chom. St. Helens Sardorali 2028 yildan boshlab yangi Nil franchising Papua Yangi Gvineya bilan shartnoma imzoladi. St. Helens o'zlarining sardori va Angliya terma jamoasi yordamchisi Matt Ellis 2028 yildan boshlab yangi Nil franchising Pink Chiefsga qo'shilishlarini e'lon qildi.